Alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Xonadoningizni tinchlik va xotirjamlik aslo tark etmasin. O'tayotgan haftangiz baxtli va saodatli damlarga mo'lim bo'lsin. Kun davomida sizlarga quvonch va omad hamrohlik qilishini tilab qolamiz. O'ylagan jamiki yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Bizni kanalimizda kuzatib boring va obuna bo'lishda davom eting. Solivoy Zovur bo'yiga chiqdi-da, sigaret tutatib, bo'tanidan bo'tanaga sakrab sayrayotgan qurbaqalarga quloq tutdi. Ha, uzoq kutib o'tirishi mumkin emas. 5-6 daqiqa ichida uchrashuv joyiga yetib borishi lozim. Yo'qsa, Maysara kirib ketib qolishi tayin. Aksiga olgandek, uchrashuv joyi ham do'lta ustaning tomorqasi burchagida. U yerga taxtadan baland qilib qurilgan devorni oshib, undan so'ng Makka jo'xorilarni oralab o'tiladi. Makka jo'xori oralab yurish esa oson ish emas. Hamma yog'inga so'taning soqollari yopishib qoladi. Xayriyat, to'yga bir hafta qoldi, deya shivirladi Solivoy. Soqol yopishib tisha boshlagan yelkalarini ishqalay. Oxirgi marta qiynalsam qiynalibman-da, to'ydan keyin eslab yuradigan bo'laman. O'ylaganidek, Maysara burchakka qisilganicha ko'zlari to'rt bo'lib uni kutayotgan ekan. Solivoy yugurib kelib sevgilisini mahkam quchoqlab oldi. "Kechir, picha kuttirib qo'ydim", deya o'zini oqlagan bo'ldi u. "O'zing tushunasan-ku, qishloq ko'chasida yurganingni chollar ko'rib qolsa, gap so'z ko'payadi. Buning ustiga Makka jo'xorizor ham rosa ovora qildi. Qoyalari chirmashib ketganmi bir-biriga, xafa bo'lganim yo'q." Solivoyning yelkasiga boshini qo'yib javob qildi Maysara. "Menim hozirgina chiqdim. Ukalarim uxlamay rosa xunob qilishdi." "Nega xafasan?" so'radi Solivoy qizning iyagidan tutib. "Xafa emasman. Yo'q, oldingi safargidek chehrang ochiq emas. Qorong'ida chehramni qayoqdan ko'ra qoldingiz? Sening chehrang oydan ham oydinroq. Ko'zimni yumib ham ko'raman uni." "Bekor qilasiz." "Nimaga?" Maysara yigitning qo'llarini nari surib o'zini orqaga oldi. "Nima bo'ldi o'zi senga? Birov xafa qildimi? Gapirsang-chi." "Soli aka, biz xuddi behudaga turmush qurayotgandekmiz", dedi Maysara beixtiyor yig'lamsirab. "Men qo'rqib ketyapman." "Jinnimisan? Qayoqdan gaplarni gapirasana?" "To'g'ri, sevishganlar ertami kechmi birga bo'lish kerak", davom etdi Maysara. "Lekin bir kun kelib meni tashlab ketib qolsangiz nima qilaman?" "Uf, o'ta ketgan tajang bo'lib ketibsan o'zing ham", deya norozi qo'l siltadi Solivoy. "Hali to'y o'tmay turib sovuq gapirganing nimasi? Bilasan-ku, seni qattiq sevaman. Agar dadang rozi bo'lmaganda ham baribir olib qochib ketardim seni. Shunday kuya baribir qo'rqib ketyapman-da." "Qo'rqma", deya Maysarani qaytadan quchdi Solivoy. "Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, ikkalamiz baxtli yashaymiz. Mana ko'rasan." Bu gapidan so'ng Maysara negadir piq yig'lay boshladi. "Bas", deya uni uyi tomon kuch bilan burib qo'ydi Solivoy. Toq bo'lib, "Juda injiq bo'lib ketibsan. Xursand bo'lsang ham yig'laysan, xafa bo'lsang ham. Umuman seni tushunib bo'lmay qoldi. Mayli, bora qol uyga, kirib tiniqib uxla. O'zingga kelib qolarsan. Endi ko'rishmaymizmi?" Yig'lashdan to'xtab, Solivoyga umidvor termilib so'radi Maysara. "Axir bor yo'g'i bir hafta qoldi to'yimizga. Uyda ta'mir ishlarining chalasi bor. O'shani bitirmasam ulgurmayman. Kelmasangiz kelmang." Maysara zarda bilan burildi-yu, uyiga qarab chopa ketdi. "Qaysar qizi", kulib qo'ydi Solivoy. "Hoynahoy, to'y arafasida bezovtalanib qolganga o'xshaydi. Ha, qizlar shunaqa bo'ladi deyishardi. Qo'rqadi-da." To'polon bilan to'y ham o'tdi. Maysara oqqa o'ralib, yangilar, qiz juvonlar hamrohligida Solivoylarning ayvoni kunchiqarga qaragan uyiga kirib bordi. Kuyov bo'lmish bu pallada hovlining qorong'iroq yeriga o'tib olgancha sigaret tutatar, yonidagi jo'rasi Shuhratning xufiyona maslahatlari ham qulog'iga kirmasdi. Nihoyat uni ichkariga chorlashdi. Odatga ko'ra bir guruh jo'ralar qurshovida eshikka yaqin bordi. Kimdir ostonada qulochini yoygan kuyi kuyovdan pul kutayotgan o'rta yashar ayolning qo'liga bir changal 200 talik tutqazdi-yu, shu zahoti qolganlar yo'lto'sarlarni kuch bilan nar surib ichkariga Solivoyni kiritib yuborishdi. Oradan hech qancha payt o'tmay barcha irim-sirimlar ado etildi.
va kelin kuyovlar yolg'iz qolishdi. Maysara 8 qavat ko'rpa ustidan vahima aralash tushdi-da, o'zini yotgan yerida zimdan kuzatayotgan Solvoyga ham e'tibor qilib o'tirmay parda ortiga o'tib oldi. Solvoy bir muddat nima qilishni bilmay garang bo'ldi. Axir nima qilsa bo'ladi? Nega o'rnidan turib ketdi? Mumkin emas-ku bunday qilish. U shoshilmay o'rnidan turib, bo'ynidagi bo'yinbog'ni yechib bir chetga otdi-yu, parda tomon yurdi. "Iltimos, menga yaqin kelmang", yalingan ohangda so'z qotdi Maysara titrab qaqshab. "Iltimos qilaman sizdan." "Nimaga?" hayron bo'ldi Solvoy. "Biz endi er-xotinmiz, nikoh o'qilgan. Nimadan qo'rqasan? Begona emasman-ku, sevgilimsan-ku. Baribir yaqin kelmang. Meni sevmaysanmi yo?" Jahli chiqa boshlagan Solvoy endi do'q qilishga o'tdi. "Gapir, aldab yurganmiding?" "Yo'q, unda nega qochasan mendan? Shunday qilishim kerak." Xunob qilib tashlading o'zing ham. O'zingdan ko'r, baqir-chaqirimga ham qarab o'tirmayman. Sevgan odamning qolaversa yigitlik avj pallasiga qadam qo'ygan yigitning qoni qaynoq bo'ladi. Solvoy jahl bilan Maysarani o'ziga tortdi-da, ko'rpa ustiga o'tkazdi va avval boshidagi ro'molini, ketidan oppoq harir ko'ylagini yechib tashladi. Yechdi-yu, qotib qoldi. "Qaramang, qaramang!" deya yig'lardi Maysara, badanlarini kaftlari bilan berkichga urinib. "Menga yaqinlashmang." "Bu nima, Maysara?" tutilib so'radi Solvoy, Maysaraning badandagi oq dog'larga ishora qilib. "Gapirsang-chi, nima bu?" "Hech nima", dedi Maysara, hamon yig'idan o'zini to'xtata olmay. "Sizga aytgandim-ku, bilgandim." "Tushunmadim." Solvoy sekin borib xotinining oq dog' bosgan badaniga qo'l yubordi. Biroq Maysara o'zini nariga oldi. "Sen kasalmiding, Maysara?" "Ha, kasal edim", javob berdi Maysara yig'i aralash. "Nega qarab turibsiz? Meni haydamaysizmi?" "Bu nima deganing, ahmoqvoy? Men unday deyotganim yo'q-ku. Faqat nimaligini bilmoqchi edim xolos." "Sola aka, men kasalman", zorlandi Maysara. "Kichkinaligimda qizamiqdan keyin shunaqa dog'lar paydo bo'lib qolgan. Nima qilay? Qisqasi, mana haqiqatni ham bildingiz. Endi meni bemalol haydab solishingiz mumkin. Xafa bo'lmayman. Ha, xafa bo'lmayman. Yig'lama, yig'lama. Faqat sen yig'lama. Bilasanmi? Bo'ldi, bas qilaylik. Ahmoqona gaplarni gapirma. Kiyinib ola qol. Seni boshqa bezovta qilmayman." Maysara yalt etib Solvoyga boqdi-yu, shu zahoti nigohlarini olib qochib, polda yoyilib yotgan oq harir ko'ylakni qo'liga oldi. Lekin kiymadi. Asabiy holatda parda ortiga uloqtirib seplari orasidan atlas ko'ylak lozimini pana-panalak kiyib oldi. Erta tongdanoq qarindosh, qo'shni xotin xalaj yuz ostiga hozirlik ko'ra boshlashdi. Solvoy devor miyon qo'shnilari yo'lchi buvaning hujrasida yolg'iz o'tirar, uyqusizlikdan qizargan ko'zlarini yumgancha chuqur o'yga tolgan edi. "Qanday kunlarga qoldim?" ich etini kemirib, savollarga javob izlardi u. "Shunday sevgilim kasal chiqsa, kimga dardimni aytaman? Eshitganlar nima deydi? Haydab yuborsam, yuragim kuyib adoy tamom bo'lmaydimi? Onamchi, qo'shnilarchi, erkak emas ekan, shuning uchun haydadi deb jar solishmaydimi? Yoki Maysara malomatga qolsa-chi? Biroq uning yonida bir ko'rpaga burkarib yotishchi?" Shularni o'ylardi-yu, yuragining tub-tubida kezib yurgan misqoldekkina muz Solvoyni chimildiqli uyga kirishga qo'ymaydigandek edi. Baribir marosim tugashini kutib turishga bardoshi yetmadi. Dast o'rnidan turib hovliga kirdi. Odam ko'p edi. Xudo andalar Solvoyning baxtiga ichkari uylarga kirib ulgurishgan ekan. U 70 ni yoqalab qolgan, so'nggi paytlarda xastaga suyanib qolgan onasi Sabrinisa xolani bir chetga imladi. "Ha bolam, zerikdingmi yo ochiqdingmi? Nega ko'zlaring qizarib ketdi?" Onada ko'z ochib yumguncha Solvoyni savollarga ko'mib tashladi. "Boshqa gap chiqib qoldi, ena", dedi Solvoy yer chizib. "Nima gap? Tinchlikmi?" javdirab boqdi ona o'g'liga. "Ena, keliningiz nima qilibdi kelinimga? Ana duppa-durust xizmat qilib yuribdi. Nima bo'ldi? Uning Maysaraning badanida pesi bor ekan", deya tez o'girib oldi Solvoy.
Nima? O'ylab gapiryapsanmi? Ha, hamma yog'i pezga to'lib yotibdi. Voy sho'rim, boshini changallab oldi Sabrinisa xola. Endi nima bo'ladi bolam? Voy sho'rim qurib qo'ya qolsin. So'ngra sal o'zini tutib Solvoyning qulog'iga pichirladi. Zinhor birovga aka ko'rmagin, indamagin. Ilohim, peshonang qursin, peshonangginam qursin. Bu gap bir zumda quloqma-quloq butun mahalla ahliga tarqaldi. Kimdir ishonib, Maysaraga sezdirmaygina ora qaradi. Kimlardir Solvoyni ojizga yo'ydi. Qarindosh urug'larning ham yangi kelinga munosabati birdan o'zgardi. Ular Maysaraga atayin sezdirib, pichir-pichir qilishar, iloj topsalar, uzib olgilari kelardi. Ammo hech kim tilga kirib uning yuziga solmadi. Sabrinisa xola shunday deb tayinlagandi. Bu-ku ayollar orasida kechayotgan xunuk hodisa edi. Solvoyning ahvoli yanada og'irroq kechdi. U kechga qadar yegan-ichganida halovat topa olmadi. Miyasida bir savol aylanib, misoli do'zax o'tida qovurilardi. Mana tag'in kech tushdi. Xayolan taqdirga la'natlar o'qib, kuyovlik uyiga kirib bordi u. Nima qilish kerak? Bunday kezlarda qanday yo'l tutsa bo'ladi? Birovga ayta olmasang, dardingni xatting sig'ib yaqin oshnangga ham to'kib sola olmasang. Solvoy bir burchakdan turib xotiniga ko'z tashladi. Maysaraning yig'idan qovoqlari shishib ketibdi. Rangi ham oqarim qaragandek. Indamasdan qavat-qavat ko'rpalar ustiga o'tirdi-da, boshini changallab oldi. Kechirim so'ramasmikan? O'yladi Solvoy. Nima bo'lganda ham meni aldadi-ku, yo jur'at qila olmayaptimikan? Yo'q, men sog' bo'ldim. Endi nima bo'ladi?